Vatandan kelgan uçurlar. Xitoy Wikipediyadagi Uyg'ur qirg'inchiligiga oid uçurlarni o'chirgizish uchun harakat boshlagan. 2021 yil 3 ayning 1 kuni Uyg'ur Axbarat Merkiziga kelgan uçurlarda bildirilishicha, Xitoy hukumati Wikipediyadagi Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishi va irqiy qirg'inchilikqa uchirish haqidagi uçurlardan bak bearam bo'lgan va bu uçurlarni o'chirish uchun shiddat bilan harakat boshlagan. Xitoylar Wikipediyaga tizimlatib kirish va Wikipedia tahrirlari bilan aloqalashish yo'li bilan Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikqa uchirish haqidagi mazmunlarni o'chirishga tirishmoqda ekan. Wikipedia tahrirlari Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikqa uchirish haqidagi mazmunlarni saqlab qolishga tirishgan bo'lsa-mu, Xitoy ishlatuvchilari ko'p bo'lg'achqa, ularning g'alaba qilish ehtimoli bor ekan. Uyghur Axbarat Merkizi barliq Uyghur bilim egillari va bu ishqa qurbati yetadigan qarindoshlarni Wikipediyaga xat yozib aloqalashib, bu mazmunlarning o'chirilmasligi uchun hassiz qo'shini talab qiladi. Ijtimoiy taratqularda bu ahvolning tashviq qilinishi-mu bak muhim bo'lmoqda. Agar bu uchurlar o'chirilsa, ikkinchi qatim qo'yilishi mumkinsiz bo'ladi ekan. Avstraliya parlament a'zosining chaqiriqi. Muhofizatchi gezitining 1-martdagi xabariga ko'ra, Kanada va Gollandiya hukumati Xitoyning Uyg'urlar qarshi yurgizgan jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgandan keyin, Avstraliyalik parlament a'zolaridan biri Avstraliya parlament a'zolaridan yuqorqida qaror chiqarishni talab qilgan. Sharq Turkiston sababli Hindistonning paxta eksporti yaxshilangan. Moda Sodus to'rining 1-martdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosi Xitoyning paxta bazasi bo'lgan Sharq Turkistondan chiqadigan paxta mahsulotlarini sotilishdan bara-bara yenishiga ergishib, 2020 yil kuzdan e'tiboran Hindistonni manba qilgan paxta mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj kuchayib, Hindiston paxta mahsulotlarining bozori yaxshilanib, bahosimi izchil ravishda o'rlab mangan. Xitoy Nancy Pelosini tanqidladi. Cumhuriyet Dünyası to'rining 2-martdagi xabarida bildirishicha, Beijing doiralari Amerikaning kishilik huquqini bahona qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatiga hujum qildi deb ayblagan. Amerika Avam palatasining bayonotchisi Nancy Pelosi o'zining Twitter hisobida o'zining yaqinda ma'lum bir tashkilot tarafidan Uyg'urlar uyushtirgan bir suhbatga ishtirok qilganligini bildirgan bo'lib, Xitoy Nancy Pelosining bu qilmishini Xitoyga qarshi bo'lgunchi kuchlar bilan eg'iz burun yalashganlik deb qattiq ayblagan. Bu suhbatni Amerikada yashayotgan aktivist Roshan Abbas xonimning Uyg'ur harakati tashkiloti uyushtirgan bo'lib, bu to'r suhbatiga Nancy Pelosidan boshqa Roshan Abbas, Rishad Abbas, Nuri Turkal qatorliqlar qatnashgan. Xitoy va Rossiya Amerika uchun tahdid deyildi. Reuters agentligining 3-martdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy bilan kunsiri eshiyotgan raqobatning Amerika duch kelgan eng chong xavf ekanligini aytgan. Amerikaning eng chong diplomatiya amaldori Xitoyni Amerika mushasirida duch kelgan asrlik geopolitik sinoq degan. Xabarda bildirishicha, Baydenning 24 patlik davlat mudofaa siyosiy dokladida Rossiyami Amerika duch kelgan tahdidlar qatorida Xitoy bilan bir qatorda tilga ilingan. Xitoy elchisi irqiy qirg'inchilikni yolg'onga chiqardi. Kanadada chiqadigan yer shari xabarlari to'rining 3-martdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Kanadada turishliq bosh elchisi Song Peiwu Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizganligi va Uyg'urlarni majburiy emgakka solganligi to'g'risidagi haqiqatlarni asrlik yolg'onchilik deb inkor qilgan. İstanbulda millat navbati namoyishi izchil davomlashmoqda. İstanbulda davomlashayotgan millat navbati namoyishi İstanbulda yashayotgan Uyg'urlar tomonidan tashkillangan, xalq izchil va qizg'in ravishda ovoz qo'shgan eng izchil, eng jafoliq va eng aktiv namoyishlardan biri bo'lib, bu namoyishning davomlashayotganiga 2 haftaga yaqin bo'ldi. Namoyish İstanbulning Sariyar noyasidagi Xitoy elchixonasiga yaqin o'rinda yurgizilayotgan bo'lib, yuzlagan Uyg'ur ayollar, yoshlar, aktivistlar, jamoat arboblari va universitet o'quvchi-o'qituvchilari bu namoyishga izchil ovoz qo'shmoqda. Egilishimizcha, bu namoyish necha 10 yillardan buyongi eng kuchli va eng izchil haftalab davomlashgan birdan-bir namoyish ekan.
Yevropa Amerikani tanlamdı yoki Xitoynimi? Amerikani ait murakkab ichki tashqi xirislar ichida turgan ajoyib bir tarixiy paytda Bayden davri boshlandi. Bayden huquqni qo'lga olgandan keyin qilgan so'zida Amerika qaytib keldi degan gapni alayda ta'kidladi va ko'p ishlatdi. Vaziyat analizchilari bu so'zga alaydan diqqat qildi va bu so'z haqida ko'plagan muloyizalar o'ttirg'i chiqdi. Muloyizalarda Bayden Amerika qaytib keldi deb nima demoqchi? Bayden Donald Trumpning siyosatiga qarshi yo'l tutmoqchimi? Baydenning Xitoy siyosati qanday bo'ladi degandek nurg'un savollar o'ttirib qo'yildi. Mutaxassislarning qarashicha Bayden prezident bo'lgandan keyin yuzlangan eng cho'ng xiris 3 bo'lib, buning birinchisi va eng jiddiy bo'lgani Uyg'ur masalasi ekan. Bayden hukumati Trump hukumatining Uyg'urlar ustidan yurgizilgan irqiy qirg'inchilik qarorini qo'llaydiganligini va uni davomlashtiradiganligini bildirgandan keyin Xitoy bilan bo'lgan munosabat texmi keskinlashgan. Bu haqda davlat sekretari Tony Blinken vazifaga o'ltirishdan burun san'atdagi guvohlik anglash so'zida aniq qilib, Uyg'ur ayollarning va bolalarning lagerlarga qamalishi va ularga Xitoy ideologiyasining singdirilishi irqiy qirg'inchilik bo'ladi degan. Antony Blinkenning o'gay dadasi Yahudi jazo lagerlaridan aman qolg'uchi bo'lg'achqa, uning Uyg'urlarga bo'layotgan qirg'inchilikqa bo'lgan qarshi nayt keskin ekan. U qilgan so'zlarda bu qarashning yolg'iz o'ziga emas, prezident Baydenga muvakkillik qildiganligini takror etgan. Amerika duch kelgan ikkinchi xiris bo'lsa Tayvan masalasi. Baydenning vazifaga o'ltirish murosimiga Tayvanning alayda elchisi rasmiy taklif qilingan bo'lib, bu Amerika tarixida ko'rilib baxmagan ish ekan. Tayvan vakilining o'zi bilan tang o'rinda bu murosimga taklif qilinganini ko'rgan Xitoy elchisi Sun Tiankay murosimdan ranjib chiqib ketgan. Hammaga ma'lum bo'lganidek, Amerika Tayvanni mustaqil davlat sifatida e'tirof qilmaydi va hozirgacha bir Xitoy siyosatini davom qilib keldi. Bu qitim Tayvan vakilining Xitoy bilan barobar o'rinda taklif qilinishi Xitoyga berilgan bir qattiq shaplaq hisoblandi ekan. 3-xiris xuddi Aqsaray bayonotchisi Jack Saki aytgandek, Xitoy o'z davlatida texmi mustabidlashib qolmay, Amerikaning ittifoqdoshlariga tahdid solgan. Xalqarалық organlarning ishlariga yo'lsizlarcha aralashgan. Xitoyning qilmishlari Amerika xalqining iqtisodiy manfaatiga zo'r ziyonlarni elib kelib qolmay, eng muhimi Amerikaning bexatarligi uchun zo'r tahdid elib kelgan. Xitoyning o'ktamligi Amerikaning yangi yo'llarni tutishini talab qiladi. Tadqiqotchilar bu yangi yo'lning qandaq yo'l ekanligiga va Bayden hukumatining Xitoy bilan bo'lgan bu keskin ziddiyatni qandaq bir taraf qiladiganligiga qiziqmoqda. Xitoyning Tinch okeandagi harbiy mavjudligi o'tganki yillarda kengayib qolmasdan iqtisodiy jihat yanada davomli kuchayib mangdi. Hatto Xitoy bayonotchisi Hua Chunying o'tgan yili bizning davlatimiz nayt paravan Amerika to'la azodlik va qutqizish haqida kapsiti vermisin. Azod qilishga va qutqizishga tegishli bo'lgani Amerika xalqi deb Amerikaga hujum qilgan. 2021 yil 1-oyning oxiri Xitoy raisi Xi Jinping dunyo iqtisodiy munbirining yig'iniga ichilish so'zi qilib berishga taklif qilingan. Xi so'zida o'ziga nihoyat ishongan holda biz cho'qim o'tmishdagi koni yo'lga qaytmasligimiz kerak. İnsaniyetning o'rtaq kelgusiga nazar selish to'g'ri yo'ldir degan. Xining o'rtaq kelgusi degan gapi uning nutqida 4 yerda takrorlangan bo'lib, bu uning Xitoyni darajadan tashqari kuch, o'zini bo'lsa dunyo lideri deb qaraydiganligining kuchli signalini berganligi bo'ladi ekan. Dünya iqtisodiy munbirining qurg'uvchisi Klaus Schwab Xining so'zini darhol qo'llab-quvvatlagan. G'arb dunyosining eng oldingi qatordagi savdo sarxillari yig'ilgan bu so'rinda dunyo iqtisodiy munbir raisining Xitoyga xushomad qilib, Xitoyning dunyoning kelgusi haqidagi ko'z qarashini qo'llashi Xitoyning Amerikaning o'rniga qanchalik darajada tahdid solganligini ko'rsatib bermoqda. Xitoy yaqinqi yillardan beri Tinch okeandagi harbiy kuchini mislsiz kuchaytgan bo'lib, hozir Tayvanga tahdid solmoqda. Amerika va uning ittifoqdoshlari Xitoyning qilmishlariga qarata bu rayondagi harakatini kuchaytmoqda. 2049 Projekti instituti tadqiqotchisi Ayn Aston agar Xitoy Tayvanga hujum qilsa, biz uni qo'g'dab qala olmasak, Koreya,
Yaponiya va boshqa ittifoqdoshlarimiz bizga qandoqmi ishonalaydi? Tayvan hujumga uchirsa, Yaponiya va Koreyani qo'g'dab qolg'ili bo'lmaydi, deydi. Amerika Trump davrida Tinch okean strategiyasini kuchaytgan bo'lib, Avstraliya va Hindiston bu safga qo'shilgan. Mutaxassislarning qarashicha, Amerika hozir eng muhim nuqtani Tinch okeanga va Xitoy tahdidiga qaratishi lozim. Lekin Amerika yillardan beri asosiy kuchini O'rta Sharqqa qaratgan bo'lib, u yerdan biroqla Tinch okeanga yo'tkilishi O'rta Sharq va Afg'onistonning muqimligi uchun foydasiz bo'ladi. Undan boshqa yana bir muhim nuqta Yevropa. Amerika butun dunyoda harbiy jihatdan mutlaq ustunlikda tursimi, ammo burunqidek hamma jihatdan dunyoning hukmroni emas holatda bo'lib qoldi. Donald Trumpning Yevropa va NATOni Amerikadan yiroqlashtirib etishi va Yevropani qo'g'dash va'dasidan yeniklik bilan tavrinishi Yevropani andishaga selib qo'ydi. Yevropa ittifoqidagi davlatlar, bo'libmi Germaniya va Fransiya, Yevropa o'zining bexatarligiga o'zi kapolatlik qilmasa bo'lmaydi degan sadolarni kuchaytdi. Ikkinchi dunyo urushidan beri Amerikaning qo'g'dashi ostida turgan va so'g'uq urushning g'alabasidan keyinmi bexatarlik jihatda Amerikaga tayangan Yevropa, NATO va Amerikaning kuchiga tayanmay o'zini qo'g'day olamdi yo'q, bu bir cho'ng masala. Biden o'zining strategiyasida Amerikaning o'z ittifoqdoshlari bilan bo'lgan munosabatni yaxshilab, Xitoy tahdidiga birlikda taqobil turishi kerakligini ta'kidlab kelmoqda. Xitoy raisi Xi Jinping o'zining so'zida G'arb dunyosiga tahdid silib, Yevropani Amerika bilan birlashib, Xitoyga jazo yurgizmaslikka ogohlantirgan. Amerikaning ochqushliq ittifoqdoshlari bo'lgan Yevropa ittifoqidagi davlatlarning 2020 yilning oxiri Xitoy bilan mablag' kelishim imzolashi, Yevropaning osonlikcha Amerika bilan birlashib Xitoyga qarshi turmaydiganligini, buning undaq oson ish emasligini ko'rsatib berdi va Biden hukumati uchun qattiq bir diplomatik zarba bo'ldi. Xitoy bilan bo'lgan bu iqtisodiy hamkorlikning keyinida Germaniya bosh ministri Angela Merkel bo'lib, Germaniyaning Xitoydagi manfaati uchun Amerikaning ra'yiga baxmaydigandek turdi. Yevropa ittifoqidagi Germaniya va Fransiyaning qarashicha, ular garchi Bidenning demokratiyani qo'g'dash uchun birlashish taklifiga qo'shilsa-mu, ammo o'z manfaati uchun ham Xitoy bilan, ham Amerika bilan yaxshi o'tishni xohlaydi. Lekin ularning o'z manfaati uchun Xitoy bilan yaxshi o'tishni orzu qilishi bilan bir vaqtda Amerikadan o'zlarini qo'g'dishini kutishi to'liq ziddiyatlik bir ahvol. Yevropalik mutaxassislar Amerika hozir ittifoqdoshlariga ichki jihatdan muqimsiz, iqtisodiy chekingan, virus sababidan og'ir iqtisodiy xirisga duch kelgan bo'lib tuyulyotidi. Bo'libmi ularning qarashicha, 1-oyning 6-kunidagi parlament binosiga besib kirish voqeasi Amerikaning obrazini mislsiz darajada ziyonga uchratgan. Tabiiy holda kishilar so'rashi mumkin. Mushundaq ahvolda Amerika yana dunyoga rahbarlik qila olamdi? O'zining va dunyoning masalalarini hal qila olamdi? Uyg'urlarning bilmoqchi bo'lgan eng muhim ishi bo'lsa, Biden hukumati Xitoyni qanday qilmoqchi? Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday to'xtatmoqchi? Bu savollarga texi aniq bir javob yo'q. Mayli qandaqli bo'lmasin, Uyg'ur masalasi yanala Bidenning oldidagi eng tez va jiddiy ish bo'lib turmoqda. Xitoylar Uyg'urlar uchun bir eshikni açsa, Uyg'urlar uchun 100 eshik ochiladi. Tarixda Uyg'urlar Ipak yo'lini ochgan va bu yo'lning markaziga joylashgan tuproqlarning egisi bo'lish sifati bilan nurg'un millat va madaniyatlarga sohibxonlik qilgan. Sonsiz kishilarga panohlik bergan, o'xshamagan ideyalarga taraqqiyot sharoiti yaratib bergan erkinlikning qo'g'dug'uvchilari edi. Qadimda Uyg'urlarning vatani xuddi bugungi G'arbiy Yevropa va Amerikadek erkinlik izlaguvchilarning manzili bo'lgan edi. Bugungi kunda Xitoy ishg'oliyati ostidagi Uyg'ur vatanida it mushuk va qushlarni ko'zdan yutdi. Bugungi kunda Xitoylar Uyg'urlarni yo'q qilib etish uchun har qanday badal to'lashdan yonmay, razil planlarni ijro qilyotdi. Holbuki Xitoy Uyg'urlar uchun bir eshikni açsa, dunyo Uyg'urlar uchun yuzlab eshiklarni ochiyotdi. Saidiya xonadonligining poytaxti Yarkan shahrida Uyg'urlardan boshqa o'xshamagan madaniyat va dindagi turli kishilar yashagan va panohlangan edi. Uyg'urlar o'z vatanida turli din va madaniyatli kishilarning o'z erkinligi bilan yashashiga yo'l qo'ygan. Tarixiy faktlar 17-asrdagi Yarkan shahrida ko'plagan cherkov, sinagoglarning masjidlar bilan teng mavjud bo'lganligini,
xuddi hozirgi Yevropa va Amerikadagi erkin shaharlarga o'xshaydiganligini ko'rsatmoqda. Oktyabr inqilobidan keyin Rossiyadan qochgan yahudilarning bir qismi Uyg'ur vatanida panohlangan bo'lib, 1960-yillarning o'ttiriga qadar Urumchining o'zida 3000 dan ortiq yahudilar yashagan. Bu yahudilarning Ivan, Sasha degandek ismlari Rossiya. Tili Uyg'urcha bolalari Uyg'urlar bilan yaxshi kunlarda birga bo'lgan va madaniyat inqilobi boshlanishdan burun Avstraliyaga ko'chib ketgan. 1980-yillarda bir qism yahudilar Avstraliyadan o'z cho'ng bo'lgan Urumchini ziyorat qilib kelgan. Xitoylarning Uyg'urlar ustidan elib borgan jinoyatlarini hozirgi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilindi. Xitoy o'z jinoyatini yo'shirib qololmaydigan holga keldi. Shindallarning tizimligi degan kinoni hamma odam degidek biladi. Xitoydan shindallardek kishilar chiqib, ba'zi Uyg'urlarni jazo lageridan saqlab qoldimi yo'q, biz buni bilmaymiz. Ammo bugungi Xitoylarning jinoiy qilmishlarining oshkorlanishida Uyg'urlar ustidan yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni ko'rib chidamagan Xitoylarning tuhfasi bor. Uyg'urlar o'zlariga eshik ochganlarni hargiz unutib qolmaydi. Yahudilar natsist Germaniyadagi Portugaliya elchi xodimi minglagan yahudilarga shartsiz viza berib, natsist Germaniyadan qutuldirib qolgan Arstina Sozamandazni, natsist Germaniyadagi Yaponiya elchi xodimi minglagan yahudilarga viza ishlab berib, ularning qochib ketishiga yo'l ochgan Chione Sogaxarani unutib qolgani yo'q. Bugungi kunda Xitoylar vatanimizdagi zulmni qancha og'irlashtirsa, Amerika, Yevropadagi ellar Uyg'urlar uchun yuzlagan eshiklarni ochmoqda. Uyg'urlar o'z uchun haqqoniy gap qilgan kishilarning so'zlarini va o'zlari uchun yosh to'kkan ko'zlarini hargiz unutib qolmaydi. Bandasidan so'rama, Allohdan so'ra. Beminnat non shirin, minnatdan ko'ra. Ne bo'lsa ham tushkunlikka tushma jo'ra. Boshingni baland qilib, qad ko'tarib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Rizq terib yuribmizda, tirikchilikda. Kim vatanda, kimlar musofirchilikda. Nimalar bo'lmaydi bu yigitchilikda. Qo'rqma hayot zarbidan, doim olg'a yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Erkak bo'lib kelding, erkak bo'lib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Erkak bo'lib kelding, erkak bo'lib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. İşin yürüşmese buldu sindim deme. Oqqan daryo edim, endi tindim dema. Axir hayot o'zi sinovli kema. Shu kemada cho'kmay, doim suzib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Hayot yo'llarida adashmagan kim bor? Kimlargadir ishonma, vaqt ketar bekor. Tavakkal qil Allohdan, bo'lgin umidvor. O'zing uchun o'l yetim, shu naqlda yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Erkak bo'lib kelding, erkak bo'lib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Erkak bo'lib kelding, erkak bo'lib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Erkak bo'lib kelding, erkak bo'lib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Erkak bo'lib kelding, erkak bo'lib yur. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Erkak bo'lib kelding, erkak bo'lib yur. 7 marta yiqilsang, 8
marta tur. Erkek bolup kelding, erkek bolup yur. 7 marta yıkılsang, 8 marta tur.